Xotin-qizlarning jamiyatdagi faolligini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish mamlakatimiz siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biridir. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan izchil islohotlar natijasida ayollar har bir sohada o'z o'rnini mustahkam egallab bormoqda. Bugungi kunda xotin-qizlarning tibbiyot sohasida 77%, ta'limda 74%, iqtisodiyot va sanoat tarmoqlarida 46%ni tashkil etmoqda. Qariyb 2000 nafar ayol davlat va jamoat tashkilotlarida rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda boshqaruv sohasida ayollar ulushi bor yo'g'i 27% ni tashkil qilgan bo'lsa, bugun bu ko'rsatkich 50% dan oshdi. Siyosiy partiyalar safida 40% dan 47% ga, tadbirkorlikda esa 21% dan 37% ga yetgani amalga oshirilayotgan siyosatning amaliy natijasidir. Endilikda bu sa'y-harakatlar O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida yanada yuqori bosqichda davom ettirilmoqda. Ular gender tenglikni ta'minlash, boshqaruv lavozimlarida ayollar ulushini oshirish va ijtimoiy siyosiy faollikni kuchaytirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Ilgari fan doktori, fan nomzodi deganda biz 50-60 yoshlardagi ustozlarni tasavvur qilar edik. Lekin bugungi kunda hatto 20-25 yoshli fan nomzodlarini ham atrofimizda uchratishimiz mumkin. Ustozlarimiz orasida ilgari ayol o'qituvchilarni ham, ayol professor ustozlarimiz ham uchratishimiz qiyin edi. Chunki ilm yo'li uzoq vaqtni talab etadi va bu jarayonda ayollarning salohiyati yoki vaqtlari yetmaganligi bois ham ular aynan mana shu darajagacha yetib borishlari uchun uzoq vaqt va o'rta yoshni talab qilgan. Qahramonimiz Maftunaxon Ashurova bor yo'g'i 26 yoshda. Qisqa fursatda u iqtisodiyot fanlari nomzodiga aylanadi va bugungi kunga qadar minglab loyihalarni amalga oshirgan. Gender tenglik tamoyiliga asosan bugun u viloyatimizning turistik yo'nalishlarini dunyoga tanitish bo'yicha ko'plab loyihalarni amalga oshiryapti. Maftuna Ashurova kelajak bunyodkori medali sohibasi. U turizm yo'nalishida ilmiy tadqiqot olib bormoqda. Chet tillarini mukammal bilishi unga xalqaro tajribani o'rganish va xorijiy hamkorlar bilan muloqot qilish imkonini bermoqda. Bugun Surxondaryo viloyati turizm salohiyati jihatdan yurtimizdagi eng istiqbolli hududlardan biri sanaladi. Viloyatda Al-Hakim at-Termiziy, Sulton Saodat, Kokildor ota majmuasi, Qirqiz qal'asi kabi 150 dan ziyod madaniy meros obyekti mavjud. Shuningdek, Hisor tizimi, Boysundoq, Bobotog' hududlarida alpinizm, trekking va ekoturizmni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. 26 asrlik tarixga ega eski Termiz yodgorliklari hali to'liq o'rganilmaganligini kunigacha yurtboshimiz vohamizga qilgan tashrifida ta'kidlab o'tdi. Buddaviylik madaniyatiga oid Fayoztepa, Qoratepa, Dalvarzintepa, Zurmala minorasi kabi obidalar xalqaro turizm bozorida katta qiziqish uyg'otishi mumkin. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, mazkur yo'nalishlar to'liq ishga solinsa, viloyatga yiliga 1 milliard dollargacha turizm tushumiga erishish mumkin. Xususan, Yaponiya, Koreya, Xitoy va Tailanddan yiliga 500 ming nafar sayyoh jalb etish salohiyati ham mavjud. Aynan Maftuna Ashurova ham mana shu yo'nalishlarni keng o'rganib chiqmoqda. Sina qishlog'iga turizm qishlog'i maqomining berilishi borasida ham u o'ziga xos loyiha ishlab chiqib, grant dasturini qo'lga kiritgan. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika institutida raqamli iqtisodiyot kafedrasida stajyor o'qituvchi bo'lib ishlab kelmoqdaman. Durdon opa, bilasizmi, juda ko'plab loyihalar ustida ishlaymiz. Mana stipendiant talabalar institutimizda mana ko'z tegmasin, har yili 7 tadan 9 nafardan davlat stipendianti talabalar chiqyapti. Bu juda ham quvonarli holat. Lekin ularning ustidan yana ham ko'proq ishlashimiz kerak. Ularni 7 ta emas, 70 ta, 100 taga yetkazishimiz kerak bo'ladi. O'zim ham talabalarimga o'rnak o'qituvchi bo'lishim kerak, yosh pedagog sifatida to'xtab qolmasligim kerak deb yozda turizm, ekologiya va turizm qurultoyi bo'lib o'tdi avgust oyida. Unda o'sha eng yaxshi turizm loyihasida birinchi o'rinni qo'lga kiritdim va O'zbekiston Respublikasining turizm qo'mitasi tomonidan viloyatlarda turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha loyihalar tanlovi bo'ldi. Unda ham birinchi o'rinni qo'lga kiritib, 50 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlandim va mening loyiham viloyatimizning viloyat tadbirlar ro'yxatiga kiritildi. Nasib bo'lsa, yoz faslida Sina qishlog'ida, bilamizki, Sinaga turizm qishlog'i maqomi berilgan, Sinada gastronomik turizm festival bo'lib o'tadi. Bu loyihaning asoschisi biz Denov tadbirkorlik pedagogika instituti o'qituvchilari, talabalari va turizm ta'lim yo'nalishi talabalari bilan hamkorlikda birga qilganmiz. Men ularga bosh bo'lib turib, o'qituvchi sifatida yo'l yo'riq ko'rsatib, birgalikda shu loyiha ustida turizm yo'nalishi talabalari bilan birga ishladim. Ma'lumot o'rnida aytib ketishim kerak, men asosan ko'proq turizm ta'lim yo'nalishi talabalariga dars berib kelaman. Albatta, Surxondaryo haqida gap ketganda, viloyatimizning nafaqat tibbiyot turizmini, gastronomik turizmini, ziyorat turizmini, barcha
barcha go'shalarini qiziqib tomosha qilishga oshiqadigan mehmonlarimiz xalqaro darajada juda ko'p. Ularni ko'rsatib berish uchun esa siz kabi mutaxassislarning ham izlanishlari, o'z ustida ishlashlari juda ham muhim. Bu borada masalan ilmiy izlanishlaringizda, ilmiy ishlaringizda alohida ahamiyat qaratayotgan jihatlaringiz nima? Albatta, ilmiy izlanishlarni hozir olib bormoqdaman. Nasib yaqin kunlarda buni amaliyotga tatbiq etamiz. Asosan viloyatimizda xizmatlar sohasini, xizmat ko'rsatish sohasini yana ham takomillashtirishimiz kerak. O'zim talabaligimda arxeologiya muzeyida, bilamizki, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Termiz arxeologiya muzeyida gid tarjimon bo'lib ishlaganman. Shu payt turistlardan bunday o'g'in anonim so'rovnoma qilib olardim. Ularni aeroportga kuzatib qo'ygan paytim so'rardim. Bizdan nima kamchilik bo'ldi? Yana bizdan nimalarni istaysiz? Nima qilsak sizlar ko'nglingizga yoqamiz degan savollarni berib ulardan so'rab qolardim. Biz nimalar ustida ishlashimiz kerak? Ularga nima yoqdi, nima yoqmadi? Shuni bilib olish uchun ular bilan savol-javob o'tkazardim. Oxirida kuzatayotgan paytim mana aeroportga yoki vokzalga keyin ular aytishardi. Bizda havo issiq, o'rindiqlarni soya shaklda qilishimiz va ichimlik suvlari, masalan, yaxna ichimliklar, bularni o'sha turistik obyektlar joyiga juda ham ko'proq qo'yishimiz kerak. Ko'chma do'konchalar qilib, o'sha yerda ularga esdalik sovg'alari, bizning milliy hunarmandchilik mahsulotlarimiz ham o'sha xalqaro turistlarning e'tiborini tortmoqda. Lekin buni samarali yo'lga qo'yishimiz kerak. Aynan xizmatlar sohasiga kiritishimiz kerak. Chunki o'sha tadbirkor buni izidan albatta daromadga ega bo'ladi va hunarmandning ham o'ziga yarasha daromadi bo'ladi. Mana shu uchun ham xizmatlar sohasini yana ham bizni viloyatimizda takomillashtirib va turistik obyektlarga ularni joylashtirish, xorijiy turistlarimizni kelishi, o'sha kuz fasli va bahor faslida juda ham ko'p tashrif buyurishadi. Mana shunday paytlarda tadbirkorlarimiz, hunarmandlarimiz va shu sohaga daxldor bo'lgan insonlar bemalol bundan foyda olib qolishlari mumkin. Va biz buni mana shu xizmatlarni yaxshi yo'lga qo'ysak, bu nafaqat faqat kuz yoki bahor faslida bo'ladi, balki yozda va qishda ham ularni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Meni ilmiy ishim asosan o'sha xizmatlar sohasiga qaratilgan. Turistlarni bu yerga kelgandan keyin ko'proq hududda olib qolish va ularni ko'proq pul sarflashga bunday olganda undashimiz kerak. Bitta turistdan bir kunda o'sha $100 sarflasa, u 10 kun qolsa u $1000 bo'ladi. Mana shu narsani yo'lga qo'yishimiz kerak va 10 ta turistdan bu qancha bo'ladi? Bu mamlakatimiz iqtisodiyotiga ham foyda, ham viloyatimizda istiqomat qilayotgan aholining ham turmush darajasini yaxshilashga o'z hissasini qo'shadi. Maftuna Ashurova ilmiy izlanishlar bilan bir qatorda oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Chorvachilik yo'nalishida yo'lga qo'yilgan faoliyat oilaviy daromad manbai bo'lish bilan birga mahalliy bandlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. U O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi sifatida ham hududdagi ijtimoiy loyihalarda faoldir. Oilali 3 nafar farzandning onasi bo'lishiga qaramay, ilmiy faoliyat, tadbirkorlik va jamoatchilik ishlarini muvaffaqiyatli uyg'unlashtirib kelmoqda. Bu esa ayollarga yaratilayotgan imkoniyatlar natijasi ekanini ko'rsatadi. Davlatimiz tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozlar, kreditlar, ta'lim grantlari va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari natijasida bugungi ayol nafaqat oilada, balki jamiyat taraqqiyotida ham faol ishtirok etmoqda. Ayniqsa, yurtboshimizning yoshlar bilan bo'lgan ochiq muloqotida haftaning har payshanba kunini Yoshlar kuni deb e'lon qilinganligi, korxona va tashkilot rahbarlari bilan yoshlarning ochiq muloqoti tashkil etilishi kelajakda Maftuna Ashurova kabi ayollarni kashf qilsa ajab emas. Bolaligimdan orzu qilib kelardim davlatimiz rahbari bilan ko'rishni, ularning qo'llaridan davlat mukofotini olishni va inson orzu qilibgina qolmay unga qarab harakat qilinsa, intilsa albatta amalga oshar ekan. 2024-yil 30-iyun kuni Yoshlar kuni munosabati bilan muhtaram prezidentimizning shaxsan qo'llaridan kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlandim. Bu medal, bu mukofot menga faqatgina rag'bat vazifasida emas, mening yelkamga ulkan vazifalarni, mas'uliyatni yukladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Negaki ushbu davlat mukofoti bilan taqdirlanishim bunga men loyiqligimni ko'rsatishim va talabalarimga, yo bo'lmasam tengdoshlarimga va vohamiz yoshlariga o'rnak bo'lishim kerak va yanada o'z ustimda ko'proq ishlab bundanda katta natijalarga erishishim kerak degan o'z oldimga maqsad, vazifalarni qo'yib oldim. Bularning hammasi o'sha mamlakatimizda biz yoshlarga berilayotgan e'tibor va buning samarasi o'laroq biz ham mana shunga labbay deb javob berishimiz. Bularning hammasida o'sha muhtaram yurtboshimizning o'sha xotin-qizlarga berayotgan imkoniyatlari, masalan, qiz bola uyda o'tirsin degan qarash umuman hozir
nima deydi, xalqimizdan bu narsa chiqib ketyapti. Aksincha hamma qizlarni o'qitishga harakat qilishyapti. Bu juda ham bir boshqacha va prezidentimiz mana shunday gaplari bor. Bitta qizni o'qitsak, bu millatni o'qitgan bo'lamiz. Bu albatta o'sha biz ham oilada 5 qiz, bir o'g'ilmiz. 5 qiz bo'lsak ham otam hammamizni o'qitishga harakat qilyaptilar. Qolgani maktabda, lekin 3 tamiz oliy ta'lim muassasalarida man tahsil oldik, mana men bitirdim va shu sohada ishlayapman. Bu albatta o'sha mamlakatimizda shu xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar samarasi hisoblanadi. Kuni kecha prezidentimiz aynan yoshlar bilan muloqot o'tkazdi va siz ham Surxondaryo viloyati studiyasidan turib to'g'ridan to'g'ri ana shu muloqotni ko'rishga va yurtboshimizning yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatlarini tinglashga muvaffaq bo'ldingiz. Keling, taassurotlar bilan o'rtoqlashsangiz. Ishonasizmi? Biz pedagoglarni, yosh pedagog sifatida ichimizdan qiynab kelayotgan masalalar bor edi. O'sha oliy ta'limda mana bu bitiruvchilar bo'yicha bandlik ta'minlash masalalarida bu juda katta bizga yechim bo'ldi. Muhtaram yurtboshimiz biz ichimizdan o'ylab turgan masalalarga o'zlari yechim va takliflar, dasturlar, loyihalar, hatto mablag'lar ajratyaptilar. Bu juda ham o'sha jarayonda turibmiz, juda ham xursand bo'ldik va bu katta loyihalar ishga tushadi nasib bo'lsa va biz o'sha viloyatimizdagi chekka hududlarda, qishloq joylardagi maktablarning eng oxirgi partasida o'tirgan o'quvchilarga va yoshlar bilan bo'lib o'tgan muloqotdagi o'sha islohotlarni ularga yetkazib berishni o'z oldimga vazifa qilib qo'ydim. Negaki u yerda juda ko'p masalalar ko'tarildi. O'sha og'riqli masalalar, albatta bularga yechimi topildi va endi buni ko'rsatib berish, amalda isbotlash bu biz yoshlarga bog'liq bo'lib qoldi. Masalan, mening birinchi kasbim dasturi doirasida oliygoh bitiruvchi talabalari stajirovkani amalga oshirsa 2 milliondan stipendiya joriy etilishi. Bu albatta o'sha 4-kursga yoki 3-bosqichga o'tdimi talaba o'zining birinchi kasbi bo'yicha ishlaydi, o'rganadi va evaziga 2 milliondan stipendiya ham oladi. Bu degani erta nasib bo'lsa diplomni qo'lga olgandan keyin albatta u o'z yo'lini, o'z ishini, kasbini topib ketadi va bizda o'sha oliygoh bitiruvchilarining bandlik masalasi degan muammoga barham beriladi. Va muloqotda eng kulminatsiya nuqtasi deb aytsam bo'ladi, har payshanba yoshlar kuni deb e'lon qilindi va o'sha rektorlarimizmi, hokimlar yoki viloyatdagi mutasaddi tashkilot rahbarlari hammalari o'sha payshanba kuni faqat yoshlar bilan muloqot o'tkazib, ularning loyihalarini, takliflarini, balki muammolari bo'lishi mumkin, muammolarini tinglab, ular bilan bir kunda payshanba kunida o'tkazishar ekan. Bu juda o'sha yoshlarimizga berilgan imkoniyatlarning eng zo'ri bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Va bundan tashqari kitobxon yoshlarimiz. Avval kitobxon tanlovlari o'tkazilardi, o'sha 15 yoshdan 30 yoshgacha shu yosh kategoriyalari bo'yicha. Endi maktablarda alohida o'sha maktab o'quvchilari kitobxon tanlovlarda g'olib bo'lsa 10 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlanishi. Bu ham o'sha maktab o'quvchilarining kitobxonlik savodxonligini oshirish va madaniyatini yuksaltirishga juda katta turtki bo'ladi. Maftunaxon, suhbatimiz so'ngida kelajakdagi reja va maqsadlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Albatta, kelajakdagi maqsadlarim nasib bo'lsa aynan turizm va xizmatlar sohasi bo'yicha ilmiy ishimni tugatib, uni amaliyotga tatbiq etish. Faqat o'sha PhD dissertatsiyasi bilan to'xtab qolmasdan buni fan doktorigacha, DS, ya'ni Doctor of Science darajasiga olib chiqish hamda yuqorida ta'kidlab o'tdingiz o'zingiz ham 3 farzandning onasiman. Nasib bo'lsa o'sha farzandlarimni ham o'zimdan-da ziyod qilib, mamlakatimiz taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shadigan farzand qilib tarbiyalashim hamda institutimizdagi talabalarni ham xuddi o'zimdek qilib kadrlar bo'lib yetishishiga o'z hissamni qo'shishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan maqsadlar ijrosi natijasida boshqaruv tizimida xotin-qizlar ulushini yana 30% ga oshirish ko'zda tutilgan. Bu esa kelgusida minglab maftunalar safini kengaytiradi. Surxondaryoning boy tarixi, tabiiy salohiyati va ayollar tashabbuskorligi uyg'unlashganda hudud iqtisodiyoti yangi bosqichga ko'tariladi. Maftuna Ashurova faoliyati shuni ko'rsatadiki, islohotlardan unumli foydalangan ayol jamiyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchiga aylanadi. Ilm, tashabbus va mehnat uyg'unlashgan joyda muvaffaqiyatli natija ko'zga tashlanadi.